Yo, barchaga salom do'stlar. Men sizlar bilan Kompot Navoiy mening yangi videomga xush kelibsizlar obunachilar. Bugun mana o'sha hamma so'ragan mening qishlog'imdagi videoni birinchi qismi bu. Bugun shu videoni olamiz. Bugun qani bo'lmasam hozir qishloqda obzor qilishga boshladim. Boshlayman obzor qilib. Qani bo'lmasam ketdik. Mana qishloqda birinchi bo'lib mana shu yerdan boshlaymiz. Bu qurol sotadigan jitilni uyi. Qurol deganda anaqani tushunmaylar. Mana bunaqa uskunalar sotadi bu. Salom jitil, qalaysan? Salom, nimaga? Yo'q, hech nima kerak emas. Prosta men bu qishloqda obzor qilyapman-da, obunachilarga ko'rsatish uchun. Qani boshqa joylarni ham hozir ko'rsataman. Mana bu yerda bitta o'yinchi bor. Karlni uyi. Karl mana shu yerda yashaydi mana. Karl degan o'yinchi bor. Mana bu yerda Falso bor. Falso degan uyga kiraveraman. Ruxsat olganman. Mana buni uyi ikki xonali uy. Orqa tarafda yana bir do'kon qurmoqchi edi, u do'konni yopib tashladi-da, uy qurdim. Buni uyi ham juda chiroyli, katta shinam. Mana olsin. Mana bu yerda Nobni uyi bor. Nob bo'lsa ham yaxshi Nob. Bloklar ishlatishi qoyil qolib ketaman. Mana bu yerda gilam do'kon bor. Salom jitil. Salom. Gilam olasanmi? Yo'q, men qishloqqa obzor qilyapman. Gilaming nima qilaman? Mana gilamlar har xil turidan bor. Bu yerda ham mana bu yerda jitillar qolgan. Mana bu katta uyda ham bitta, ikkita jitil, uchta jitil yashar ekan. Mana bu yer sotilar ekan 1408 murut. Voy, obo, 48 murut. Mana men uyi. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Qandaysan, Kompot? Yaxshi. Tomorqani olib chiqmadingmi? Yo'q, bugun ruxsat berganingiz-ku. Qishloqda video olmoqchiman. Qishloqda obzor qilmoqchiman deganimda. Ha, bo'pti, mayli, boraver. Bo'pti. Mana bu yerda Leon uyi bor. Leo. Ularni ham kelgan paytda sizlarga ko'rsataman. Leo keladi. Mana shu yerlarda ularni uyi. Leo uyi uchun chaqib qo'ygan. Mana bu Ozodbekning uyi. Ozodbek degan bola bor bizda. Uni ham hali ko'rsa, Minecraft yashirsa o'zim ko'rsataman. Uni ham hali obzorini qilamiz. Minecraft kiradi-ku o'shanda. Mana bu stol va eshik do'koni ekan. Ha, bunaqa stol ekan bu. Bu ham Ozodbekka tegishli. Mana bu tomorqa ham shuniki. Ahmoq tomorqasiga qaramaydi. Vop, men tomorqam o'sib ketibdi. Bu tomorqani men sotib olgandim. Sizlar bilmaysizlar uni. Mana bu yerda yana uy bor. Darkni uyi bor bu yerda. Mana bu yerda uy tomorqa sotib olsanglar, pulini shu yerga berasizlar. Mana shunaqa joylar ham bor. Salom jitil. Mana bu yerda bilmadim bu nima, kimning uyi. Bu yer hali bekor yotibdi-ku. Kelsanglar, o'ynaymiz sizlar bilan. Qishloqqa kelishinglar mumkin. Mana shu yerlar yotibdi, faqat hech kim yashamaydi. Daraxtlar o'sib qishloqda. Mana bu yer ham sotiladi shekilli. Sotiladigan peshtaxta bo'lsa 15-8 minutga sotiladi. Buni tepa qismi ham bor. Mana tepasi ham bor buni. Ko'rganinglardek, tepa qismi ham shunga qo'shilgan. Mana bu yerda daraxtlar o'sgan, mana bu yerda ko'lcha bor. Mana bu yerda mana bu yoqqa o'tish uchun ko'prik.
Mana bu yerda bu yoqqa o'tish uchun ko'prik. Bu qishloqda kim yashashini bilmayman. Bu qishloqqa uncha o'tib ko'rmaganman, shunga bilmadim. Mana bu yerda do'konchining uyi bor. Mana hamma narsa tinitni ham sotar ekan bu. Hamma narsa sotiladi. Mana shu bizning qishloq. Ha, sizlarga bitta narsani ko'rsatmadim. Yo, ko'rsatdimmi? Mana bu yerda mening uyim. Mana men ham yarmida do'kon qilib qo'yibman. Yarmida yashayman. Pullarim mana shu knopkani bossam, mana bu yerdan mexanizm qurib qo'yibman. Pul otadi. Boyliklarimni otib yuboradi. Mana pullarimni otib yotibdi. Buni ichiga solib qo'yamiz. O'zi atiga 3,5 stak pulim bor. Mana shularni sotaman men ham. Keyin Ozodbekni uyi bor edi men yonimda. U ahmoq shunday katta uyni qaranglar-da. Shunday katta uyni bor-ku, mana shu ahmoqda shunchalik katta uyni sotib 35 sakka sotib ketaverdi. Qaranglar, buni yashasang mazza qilasan-da bu uyda yashasang, tushunasizmi? Mana shunaqa uyda bu yashamaydi-da, bu ahmoqda bu. Tomorqaning ichida golem bor. Golem bizni ko'rmasin hozir. Bunda mana bu yer ham bor-da, buni uyda. Mana shu usti ham bor-da bunda. Bu ahmoq yashamaydi. Mana ko'rdinglar? Mana shu yerda bizning qishloq. Kelishinglar mumkin bizning qishloqqa. Sizlarni kutib qolaman. Barchangizga xayr. Sog' bo'linglar. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Barchangizga xayr.